Salom qizlarjonlar, hammaga xayrli kun. Yaxshimisizlar qizlarjonlar, xonadonlar tinchmi? Bugun qizlarjonlar Marska glinani shu sarig'ida yeymiz. Chunki ko'ki alyumin ta'mi keladi-da ko'kidan. Bundan unaqa ta'm yo'q bunda qizlarjonlar. Oldin bu juda ham sho'r edi. Hozir ozgina sho'rlik bo'libdi. Keyin ta'mi juda ham yoqimli, mazali, yer ta'mi bor shu sarig'ida qizlarjonlar. Shuning uchun bundan bugun yeyman. Ilohim shifo bo'lsin. Bismillahirrohmanirrohim. Yer ta'mi bor. Вообще yoqimli, mazali. Bu sariq paketligi qizlarjonlar, buni ko'k paketligi ichidan alyumin hidi kelib turadi yeganingizda. Bunda alyumin hidi yo'q. Juda ham mazali, yoqimli. Ozgina solyoniy, unaqa ko'p emas. Juda ham mazali. Lekin juda ham tez yopishadi. Tishlarga yopishib qoladi. Qizlarjonlar, faqat Uralskiy glina tishga yopishmaydi. Qolgan hamma glinalar yopishqoq bo'ladi. Tishlari sap-sariq, qanaqa chiroyli. Gulvatani sap-sariq ranglisi bor-ku, xuddi shunga o'xshab ketadi, ozroq ta'mi. Shunaqa yoqimli, mazali. Ilohim shifo bo'lsin. Yopib qol. Juda ham yopishqoq. Ta'mi yaxshi. Yopishqoqligini hisobga olmaganda ta'mi zo'r. Ozgina meliymiz, bu vatotin. Menda shu qolib ketgan, anchadan buyon faqat shu bor. Men yemaganim uchun shuning uchun turibdi. Hozir ozroq yeymiz. Birinchi yeganingizda ohak ta'mi ham keladi. Tashlanganingizda ohak ta'mi bor. Ko'p emas. Keyin kalsiy glyukonatga ham o'xshaydi. Tabletka bor-ku qizlarjonlar. Xuddi shunaqa tabletkani, kalsiy glyukonat tabletkasini ta'miga o'xshaydi. Undan oldin birinchi ohak ta'mi kelib turadi.
Yog'li, qaymoqli, quruq. Tishlaringizda tez erib ketadi. Umuman yopishmaydi tishlarga. Ozgina krupnikkali. Bugun ketadi qizajonlar. Hammalarga e'tibor uchun kattakon rahmat. O'zinglar ehtiyot qilib yuringlar. Ko'rishguncha.